yine Cebrail ay adargın. Hey Yasin! Yanındaki kız ne içi ver? Onu su ketti. Etim ne al sizin aşka vay adargın. Tamam tekka sabret yıllar. Hey Yasin, Kadir. koltuğunu açkanda. Maniye. Atım ike. Ayada bir bulak ba. Bulak beşik baraylı. Maqul. Laçın sokkan toşkannem sade vay dargın. Jangılda yek vasiba vay dargın. Hı? Yasin. Yasin. Molla hunaka. Bo'ldi, turma. Ukam Yasin. Qandaqroq ahvoli? Salomatligim yaxshidir. Atdiganda nashta qilmagansan degan. Kela, nashta qilib ol. Azra qetiq ağaç kelib edim. İçip bak. Man qara Yasin. Roşengülge nima deb xat yozmaysan? U sana necha poch xat yozgan? Bu qatam uning xatini olaydan o'zim ağaç keldim. Bilen seni kögülü, birli ikilimizde mesletişip koygandık. Bugün ettigenila, şuji onu soğan birinin kuruluşuğa evet etti. Sana salım etti.
Yasin Şoji, ayollarning bir qachon ichildi? Tushdan keyin siz uqtirishga o'tdi. Men qanday uqtirish? Ha, bo'ldi, shunday qiling. Siz men deganda qiling, ha. Ma'qul. Yasin Şoji, qo'l qo'yib tashlabdi. Mana bu yerda. Yasin Şoji, Urumchida mehmon kelibdi. Bo'ldi. Hozir kirma. Ha. Nima aytdi? Urumchidan tursin bo'lmasa yana. Tursun, Yasaka. Rassomni senkansan-ku. O'qishim bitdimi? O'qishim bitdi. Taqdimat kutibman. Yasaka, obdan turyapsan? Obdan turyapman. Kagidan naytaxshi bo'pti. Kel. O'ta. Bir qancha yildan buyon bizning bu yerdagi o'zgarishlar nayt zo'r. Yangiliklarmi oz emas. Yo'lda jafo tortgansa, ancha emas. Qani, qo'g'on ye. Rahmat. Sen berib oshxonaga deb qo'y. Ishki tomoq tayyorlasin. Ma'qul. Yasnaka. Ro'shangul akam yetkilib keldimi qanday? O'qish bitagandalar mishaga taqsim qilingan. Bu yerga kelishni o'z talab qilganda? Molla Qostan. Oy, Tursun. Yasin Şojining qanday memini keldikin deb tikaman. Sen kelsan-da. Kela. Men bir ko'rib olay. Shahardan kelgan oliy maktab o'quvchisi. Endi yo'l tepsan juma ukam yaraysan. Yaraysan juma. Ustam o'zlari qanday qaraq? Yaxshi. Yanala ilgirgidek ximir jo'g'irdigan, o'tin yardigan, go'sht to'g'raydigan ishlar bilan. Asta, Tursunja ukam. Chiqib ketganing nemisi? Men seni izlab bir o'p ketdim, lekin hech nardan topolmadim. Oxiri faraz qilib, qachon Yasin Shojining qishida deb mushaykilishim. Yasin Shoji bizning yo'lg'unlikdan chiqqan bir kut deb gapini yomon to'la qildi. Molla Qostam, nagorlar. Belli tamoq yeyli. Xo'sh ukam. Oshxonada biroz ishlar bor edi. Vaqting yetsa, menikiga borasan. Keyin paranglashamiz, Xo'sh. Tursunja ukam. Urumchidan kelgicha hamay oshmay kelgansan, Anglasam Urumchida anar yo'qmish. Sen menga degan chaqda men sana bir eshik anar joylab beray, Bu yil bizning bog'ning meyveri pek o'xshidimi? Bo'ldi. Qani, oliy maktab o'quvchisi tomoqni yeb olib, bu so'p qoldi. Ras, tamoq beqinglar. Men sizlar bilan tamoqni bilib bo'lmaydigan bo'ldim. Sal turib, men sizlarni boqqa boshlab baray. Uy, shapaq jig'itay. Tursun. Qani, anjirdan yana bir niyat etgan. Bo'ldi. Rahmat yetmadi. Endi hech narsa o'tmaydi. Men bugun podshohim izzab ketdim. Kishilar bizni yerlik haqqan deyishidi. Yerlik degan so'z toz joyini topgan. Biz o'shiqchi to'p kechib yadimamiz. Kesako'yda o'tiramiz. Yerlik shividi so'zlaymiz. Hatto yerlik siyosatni qo'llaymiz. Rahman, elimi boqqa qaramdi. Biroq sana aytib qo'yay, men uni tamamen boshqa durdim. Bog' masalasi haqida bayotning yo'ldoshlar jiq gap qildi. Men bir qism yo'ldoshlarning fikri qo'shilaman. Rahmanni bog'dan yo'tkab, uning hisobini uzlukesil tekshirish lozim. Boqqa yangi boshdan odam o'rinlashtirish kerak. Yasin Shojining fikrining davlati yo'q emas. Rahmandagi odamlardan to'limi ehtiyot qilish kerak. Bu jihatda men Yasin Shojining fikriga tamamen qo'shilaman. Biroq hozir islohot mazgili. Har bir odamning o'ziga tushliq, bira ortiqchiligini joriy qildirish tashabbus qilinayotdi. Buni ko'pchilikning obdonroq o'ylanib beqishni umid qilaman. Mening fikrim tugadi. Bizning bu yerda bog' boshqara oladiganlar ko'p. Nima uchun Rahmonning ortiqchiligini joriy qildirish kerak ekan? Uning bog'dan foydalanib, pora berib, pora elib, ommaga ziyon kelishiga zodi qachongacha yo'l qo'ymas. Pora elishni Rahmoniylik saqalning yo'l kesish bilan qilgan. Hamma ishni bir odamga atib qo'yg'ili bo'lmaydi-ku deyman. Unda qilsak, adil bo'lmay qolarmikin? Anglasak bundan keyin islohot elib beriladi ekan. Yuzlardimi ko'tarib berish yo'li qo'yildi ekan. Mushunda ko'tarib berilsa, par berish, par elish masalasi tugaydi.
Bizning ideyimiz vaziyatga yetishmaganligizlar, andan bu ishni qilib bo'libdi. Her qancha ıslaq qilgandimi, Rahmandek adamni ishlatkili bo'lmaydi. Sodiq Shojining mansabdan tushib ketishi uning bilan zich munosabatlik. Rahmon aqlli odam. Shojining savoqlarini qabul qilmay qolmaydi. Hammamiz ko'ryapmiz. Mo'shi bir necha kundan buyon tayyor turib kashfet deb kun bo'yi bag'ishladi. O'lganning ustiga tepgandek ish qilsa, meningcha bo'lmas. Bo'ptamsa, bu masalani kilaqatim. Yana bir muzokara qilishaylik, yig'in tugdi. Qara. Hozirgi ahvolimiz mana shundoq. Ay, yaxshi Shoji, Yaxshimisiz? Tursun, sen bilmaysan. Partkom yig'inida har xil fikrlar tushdik. Ko'pchilikning fikriga hurmat qilmasang, texi bo'lmasa. Onun ustiga Nahidan qayta telefon kelib, Rahmonning masalasini sovuqqonlik bilan bir taraf qilishimni taplab turdi. Andinchi? Andin bir necha qatim partkom yig'ini ochdik. Lekin hayotlarning fikr bir yerdan chiqmadi. Onun ustiga shu chaqda amnichilikka söz çeçeklerini demeysen de. Söz çeçekler? O, Yasin Shoji. Bu yakka kapla. Göşelamla. Bağı erkek koyunu göşe. İlvasla. Hemen ilvasla. Mesle mapılını. Yasin Shoji, bu nima qilganlar? Yallar samislab bo'lmaydi. Ilvasla deyman. Ilvasla. Yasin Shoji, sizda prinsipni bek cho'ntirdi ekanlar. Yasin Shoji, sal tutdilar. Nima gap? Men yaqindan beri ba'zi so'z cho'chaklarni olib qoldim. Qanday so'z cho'chakni? Asosligi Rahmonga ko'rilgan choralar to'g'risida. Nima chora? Biz de Rahmonga chora ko'rmadik. O albatta rahbarlikning ishi. Rostini aytganda, baqa qarash kishiga yomon bo'lib qoladigan ish. Bir ishga ega bo'lgan odam yaxshi odamlarning ko'ngliga tegib qo'yishdan saqlanish tez. Bu bog' emasmi? Uningda pul tepishni emas, go'shining paravonligini ko'zda tutgan gap. Har yili go'shiga ozroq bir nima topshira olsa bo'ldi. Shunday emasmi, Yasin Shoji? Ondan hali soqolma taxtdan tushib ketdi-ku. Bu qanday gap? Uning topshirig'ini bog' ketgan ximiyaviy o'g'it, dehqonchilik to'g'rilarga yetmaydi. Uning ustiga har yili shuncha ko'p haqsiz emgak kuchlarini o'rinlashtirib beramiz. Lekin qo'g'in tavuz yelimiz-chi. Ularning hammasi qanday chiqib uchib ketdimi? O degan boshqarish tuzumidagi masala. Rahmonning bog' boshqarishda bir yurish tajribasi bor. Qaraslar, bog'da qaysi meva yo'q. Muz olma, kishmish o'zim, seriq shaptul, o'rik, anar, badam, jinasta. Ammichida bu xil so'z cho'chaklar ko'pmi? Albatta ko'p. Ba'zilar qo'g'in tavuz, yalimishning yaxshilarini boshliqlar yuqoridagi rahbarlarga so'qib bo'ldi deyishyapti. Bu sizni deganlik emas. Albatta ilgirki rahbarlarga qartilgan gap. Lekin bu hisobotni Rahmonga otib qo'ysak bo'lmaydi. Rahmonning o'zi kuchliq deydi bor. Agar Rahmonni bog'dan yo'tkazsanglar, ammo nima deydi? Sizlar buni o'ylab boqlimi? Yasin Shoji. Qara, mana bu anjan o'rigi. Bu yer o'rik obdan o'xshabdi. Biz har yili qaqseplar xeli kirim qilyapmiz. Sen qaytib kelgandan keyin bu ishlarni o'tkazib olsan-da. Albatta shunday bo'ladi. Jura. Oyoqlarni aylanib keldi. Yasin Shoji, yaxshimisizlar? Yasin Shoji. Qara, bu bizning yangidan qurilgan yog'ochchilik korxonasi. Jabo chekdim. Nayt yaxshi ekan. Jura, oyoqlar qarab boqaylik. Bular yangi nuqulga jozdilar. Bu aynak joz qanaqroq ekan? Ko'rinish chiroyli ekan.
Yürü. Keyin yana bir qatim parkom yig'ini ochdik. Shu yig'inda Rahmanning chattig'i jiq, masalasimi oz emas. Biz albatta boshqa bir odamni o'rinlashtirsakmi bo'laveradi. Biroq bizning rahbarlik banzimiz islohotdan keyin saylangan yangi banza. Ba'zilar bizni ko'ngli ko'ksi keng emaskan, xuddi burunqi sho'jiga o'xshash zarba berib o'ch oladi ekan damdi qandaq. Biz buningga diqqat qilishimiz, yangi banzining inoyatiga ta'sir etishdan saqlanishimiz lozim. Islohotdan keyin saylangan yangi banzi bo'lg'ashqa Rahmon yetib o'tish kerak. Men o'tgan qatim viloyatga borganimda viloyat partkomning bir ma'mur sho'jisi bilan uchrashib qoldim. U yana bizning bog'ni aloyidan so'rab qoldi. Qo'mishining kichikkina bir beg'i viloyat partkom ma'mur sho'jisining diqqatini qo'zg'agan ekan. Biz buni o'ylamasak bo'lamdi. Men ko'pchilikning fikri qo'shilaman. Mening taklifim Rahman yana bir yil ishlab baqsin, keyin kifayatga qarayli. Lekin bog'ning hisobini tekshirib kam chiqqan narsalarni aynan to'lta olayli. Bak, Ben bunu kızım asap ağam. Ondan Estağfurullah, kımızla. Ben koşup gideyim. Ondan Otur kımızla. yemininize. Ben Yemin ondan sen. kımızla. Bak Ben Nerto. kaydır pes. Ondan kımızla. Erkeksin işine anlaşma deyin. Nerto. Ondan kımızla deyim. Nerto. Piyasının işim yok. Bana çıkıyor. Oy yasın sözü. Kına karatmasılar. Yeni kanışlıkkan ne diye. Eğer yetmese ben yeni bir amal kapakay. Bu cin maldı. Men texi cho'ng beliqdan birsi ilindimikin debdiman. Yana yemsamsam bo'lmadi. Çoğun birlikte reşepini setse kamak düşmeydi. Malaka, oto yer vatamla. Dursun Cavkan. Kile. Akasla, ben biraz yeray. Ayak. Öyküreyim. Sıkımızda akasla. Ben birden yeray. İşini gele, hayal uzun boptu. Hey. Hey. Malaka. Sizga Ürümchining bir cho'g'ini ag'ash kelgan. Yaramdikin. O'zingning kegini cho'ng ish emasmi? Shuncha pul qashlab nima qilading? Rahmat sana Afkon. Qani, tavsiya. Ola. Malaka. Oshxonaning ishi aldirashmi? Qadirava. İlgirkidan ko'p yaxshi Afkon. Anglasam, bog'ni Rahmon ko'tara beribdi. Her yili yuqoriga qancha pul topshirdi? 1000 yen topshirdi-ku deyman. Nima? Shuncha so'ng boqqa ora 1000 yen topshiramda? Ya sen shuji bo'lgandan buyon ishlab chiqarish yomon emas ketyotdi. Ilgirki qaraganda haqning qo'sig'imi to'ydigan bo'ldi. Qo'limi oz to'la pul ko'di.
gazetlarda aytilgan 10 ming yerlik oilalar tehi chiqmagan bo'lsa-mu, biroq eshak arı setib olgan, uy-joy solgan dehqonlarmi oz emas. Bu hammadan siyosatning yaxshiligidan bo'ldi. Biroq Yasin Shujining chiqqan kuchidan Mollaka, bularning hammasini ko'rdim. Lekin men shunga hayron, Yasin akam bog'ni nimchi Rahmon ko'tarabadi. Rahmondan boshqa muvofiq odam chiqmadimi? Başta Yasinning unda qilg'isi yo'qdi. Bu menga kichkina bir bog'vanga chora ko'rishning Gungsheni mundaq zilzilaga keltirishini o'ylab boqmabdi ekanman deydi. Bu chaqlarda Rahmon qo'yrig'ini ichiga tiqib oldi. Rahmon degan tulkidimi qo'narsa. Bugungi say toza o'xshabdi. Yaqindan buyon oshxonaning ta'miri yaxshi bo'lib qoldi. Ha, tamoq yeyishadimla. Vallahi ustam, eli uzgan sayti bu. Vallahi ustam, yetamdiki? Voy, qazı tamoq beqishilasa, tatmay beqishilasa, men berib azaq anga qilay. Qana. Bo'ladi, planingni aç. Tekshirilgan ahvoldan qaraganda Yasin çocuğu, ben Egypt'ime bugün başka materialim. Ben Sadık çocuğuna kendi kirip çık eski işlerini kıptım ben doğru kıldım. Bo'ldi. Bularni biz bilamiz. Qaytsangiz bo'ldi. Ben doğru kıldım. Yaxshimisilar? Rahmat sizlarga. Shuncha sizlarni avval qildim. Rahmatni kelajaklar bilan aytasizlar. Bo'lsangiz ko'rsak sanam qo'shib rahmat degansiz. Oho, ikkinchi aydim shaptor yalayotganmiz-da. Buni kim aytibdi? Rahmon aytibdi. Sadık Sakal bacaqda Rahmonning cho'ng qizini Gumshe doktorxonasiga o'rlashtirgandi. Endilikda askilikda dang chiqargan ikkinchi o'g'li Yezilik hukumatning mashinasini haydayotdi. Ko'tiraberdik deyishdi. Balkim xabaring yo'qdir. Yaqinda Rahmon bozorda deydi, cho'ng qo'rojoy sotdimish. 6 yig'iz uy oldi. Oq o'ylar, qo'y eg'ili, bog', o't yashtiradigan yeri bor ekan. Xilini cho'ng yerni egallabdi. Uningga eng yaxshi yog'och, pishiq, oq shiltibdi. Semotni boshqalar mashina bilan ekib beribdi. Uning hayvasini bir dema, xudini yo'qotgan gap. Haqiqatan So'bubayning ujmiligidanmi chiroyliqmish. bu ishlarni Yasin akamga aytdingmi? Yasin sho'ji hozir pek oldirash. Tursunka. Kela bolam, o'ltir. Ha, bo'ldi.
Yasin şu sizin kesindeydi. Baqıl. Men hozir baray. Hemen bana. Toz jet ketgan. Bo'ldi, rahmat. Vallahi ka, ikkimiz bilib baraylik. Men bormasam bo'la. Ha? Nima ish qil? Bo'ldilar. Tursun. Neler yurdun? Qarsanda qaldirashgansan. Chiqib aylanib keldim. Kela, o'tir. Ro'shangul, qarab baqa kim kelibdi? Yaxshimisiz? Ro'shangul acha qanday ahvolingiz? Ko'rishingiz lozim bo'ldi deyman. Shundoq. Ro'shangul bugun kech bizga Petermont etib beraman deb tayyorlik qilib qo'ydi. Bek yaxshi bo'pti. Qani, o'tir. Qani, sanizdan ag'ash o'tiring. Yasin Şuji. Nima ish? Naylik solidarlikka isohim ketgan. Har qachon elikqa to'xtam to'g'riliq bo'lish kerak. O'zingiz bir basınız. Bo'lmasa aplashmaydigandek turdi. Bugun uyimda mehmon bor. Bu ishni siz bir taraf qilib o'ting. Unda qilsak qandoq bo'ladi? O'zingiz bir narsa demisangiz bo'lmay. Men berayvergin. Siz menga aytasiz. Bo'ldi. Asta bu ishni. Sen birdan o'tirib tur. Men hozirlanib kelma. Bo'ldi. Qarmamsiz. Sig'irchilik ishini bir taraf qilamay. Yasin Şuji deyishidi. Hajatimiz yerikdi kishi. Qani choy iching. Rahmat. Ro'shangul aka, bu o'ylan Raus kelyapsizlar. Xelijiq chiqim qilgansizlar. Shundoq. Biroq asoslig'i Rahmonning ko'rsatgan xizmati cho'ng bo'ldi. Qarang bu teriklarni. Rahmon demigen bo'lsa, Yasin nadimni topsin. Yasin uy silish masalasida toza besh qetib turganda. Yasin Şuji. Qanday ahvollar? Obdan to'limi? Sizlar uy silishni qanday qilyapsizlar? Xotirjam bo'lsizlar. Sizlar o'ylaringiz biz o'zi qilamiz. Sizlar cho'qim rozi qilamiz. Rahmat. Avar bo'lmanglar. Og'inlardan bir qanchani topsamlar, ish bitadi. Yasin Şuji. Nima deganlar bu? Bundaq uylar silish bizga hech gap emas. Boshqalar qanday qilalaydi? Xizmatlar aldirash tursa, bu naqshlarga o'zlarini avar qilmaslar. Bo'ldi, bu ishni biz ustimizga oldik. Shunday bo'lsin. Yasin Şuji. To'xta, sizga ozroq gap bordi. Nima gap? Yasin Şuji. Eliqqa bir qancha bodir el bo'ldi. Yasin Şuji. Eliqqa bir qancha bodir el bo'ldi. Nereden topdinglar? Rahmon badi. O o'zim uy salaman deb tayyorlab qo'yib ekan. Hozir solmaydigan bo'pti. O bodirning turib qolganiga bir necha yil bo'pti. Rahmonning bodirsini hargiz olmayman. Shunchalar astaril bo'lib ketgan bormi? Biz unga pul bergandan bo'lmadimi? Ya bekagamizsaq. Bo'ldi. Bu ishni men qo'yib asla. Shundoq bo'lsin. Shundoq qilib, bu uy o'ng'ayli bitib qoldi. Ro'shangul aka, anglasam, Yasin akam Rahmonga ximiyaviy o'g'it tasdiqlab berganlik uchun noillik partikum tanqidlab edik. Rasman? Bu bo'lgan ish. U o'tgan yil ehtiyosdi. Bizning bu yerda ishlab chiqarish mas'uliyat tizimi endi yo'l qo'yilg'ashqa. Ximiyaviy o'g'it to'limi jiddiy bo'lib ketgan. Har kuni bir necha odam ximiyaviy o'g'it deb uyimizga kelib oladi. Bir kuni oqshimi nemish qildi Yasin. Bekli chechilib ketdi. Bu nima qilg'in? Sen bu ishni qandoqmi qilgansan? Kishilar har kuni mushuk to'g'risida o'g'il qilishadi. Men ular qandoq javob beraman? Ximiyaviy o'g'itni ayniq sotdi degan so'z nima degan sat gap? Men endi shunchilikni qanday qilaman? Şuji, bu ish shundoq bo'lib qoldi. Endi men qanday qilaman? Undoq bo'lsa, ximiyaviy o'g'itning pulichi.
Hammasi o'ylarda tiklak tunmamda. Ha? Nima? Dastlabda sen uni hammasini menga so'qirdim demaganmiding? Ey sho'ji, hozir haq nadi bekadan birin berdilar ish bor. Paxtakmi bekaq o'stirib pamaydi. Nima edi bunda? Keyin bu ish to'g'riliq ko'pchilikdan fikr chiqqan. Lekin Yasinning yuzini qilib, hech kim ikkinchi bu ishni eg'izganmidi. Faqat Molla Kamilla ishga eg'iz gap qo'ydi. Yasin qaynab ketdi. Bo'ldi. Sen nimani bilasan? Yasin, bu nima deganingiz? Gapni oz qil. Men Yasin 3 yoshlik kichik bola bo'lmasam, nimani qilish, nimani qilmaslikni o'zim bilaman. Hamma odam o'z ishini o'zidan chiqishni bilsin. Yasin ishini nima ko'ray? Mollaka, uning degan gaplarni hargiz ko'ngillarga olmaslar. Xafa bo'lmaslar. Yo'q. Men xafa bo'lmayman. Yasin, siz bana nima deganingiz o? Odam bundaqmi o'zgarib ketgan bormi? Qaytib keldim. Oy, gap bilan bo'lib ketib, tamoq etishni unutib ketibdiman. Tursun, saqilib qo'ydim-a? Rasla aldirashgansan. Sho'ji bo'lgandan keyin ishga chiqish, ishdan tushish vaqti bo'lmaydi ekan. Hojatxonaga borsangmi, sirtda seni bir saqlab turgan. Ay, kulmay tur. Rasli shundoq. Hammaga o'zing ko'z quloq bo'lib turmasang bo'lmag'idek. Partkom yig'inda men ish taqsim qilib olib, mas'ul bo'lishni ta'kidlab kelyapman. Lekin bir emasligi yo'li qaman ular menga ishtirib qo'ydi. Yasin sho'ji aql ko'rsatsin, Yasin sho'jining fikri bo'yicha bo'lsin deb turibsa. Menga nima amal? Birinchi boshliq bo'lgandan keyin karim bo'lmaydi ekan. Kadrlar to'g'risi 10 jin kepak oldigan kichikgina ishqimi oshliq punktida mening tasdiqimni ko'rgandan keyin ondan talon kesidi. Bunda qishlar tazim jinimga tegdi. Ko'rdingmi bayon qishni? Yasin aka, kunda ko'rgan o'ziga, oy ko'rinar ko'ziga degan gap emasmi? Bundaq chaqilishni qachondan boshlab o'rganib olding? Sana shuni aytib qo'yay, men Yasin o'nch qalba emas. Bo'ldi. Bu gaplarni tayyorlamaydi. Hozir sana nima deydiganligimni bilamsan? Bilmayman. Bizning kichik bo'da ko'limiz esingdimi? U joy teqib bormi? Berib suv ichib kelaylik. Ajab yaxshi bo'ldi. Bizning birinchi qatim bu yerga kelganimiz esingdimi? Esimda. Rahmanning askarliklarini qandoqmi unutib ketgili bo'lsin. Mamara, mundaq bilmayman. Bu yerga yan qaytib, nima qilishyapsizlar, ha? Kemani kelib chiqib ketasiz. Bizning kichik bo'da kulimiz burunqidakmiki? Yo'q, burunqa qaraganda texim go'zallashib ketdi. O'zgarishni aytdimmi? Ha? Dedi, talampa yasilibdi. Rashad kesilibdi. Teqi astiq smotmi yasilibdi. Kim aytildi? Cho'nqurlashtirildi. Shunda to'g'ri, burunqidan texim xolira qopdi. Qandaq? Tamoshimiz ko'ngillik bo'lgandi. Ismi jismiga loyiq shahmonchisi bo'libdi. Hozir Alavattin Bahriman bo'lishni rastili bilibsan. Kichkina ko'lchakni shuncha boshqa turib, rasmiy yasab chiqibsan. Buni Rahman o'zi yasatgan. Men buni o'rinlashtirgan emas. Faqat uning bir necha emgak kuchini avatib berdim. Yani shu Rahman. Rast, men burun
Agar men o'qoqni qo'limga olsam qildigan birinchi ishim Rahmanni bog'dan chiqarib etish deb edim. Amaliyotchi. U bir taraflimi, ahmoqona, intayin sodda xiyolkan. Sen shuji bo'lmagan kim bilmaysa, men bir odamni deb ko'pchilikni ranjitib qo'ysam bo'lmaydi. Har bir odamning bir tarafini ko'rishga bo'lmaydi. Chor amal qilib, uning ortiqchiligini joriy qildirish kerak. Bu-mu islohotning ehtiyoji emasmi? Rahmanning ortiqchiligini joriy qildirish? Odam hamon o'zgardi ekan. Rahman ilgirgidan ko'p yuvashlashib ketdi. Bog'ni ko'tira apmi, hech qanday foyda ko'rmadi. Mush bir necha yilda dehqonlar boy bo'ldi. Nurg'un dehqonlar yangi o's oldi. Lekin Rahmanchi yana yilq ko'ni uyda o'tiryapti. Yasin cho'ji. Yasin cho'ji. To'sinchi akam, chimil bo'ldinglarmi? Nima ishvatdi? Bugun tazi balan oydan bo'ldi. To'sinchi akammi kapti. 2 ming bizlar bo'lmag'i oson emas. Shunga tal asiz bizdan o'tasaqmi deyman. Qanday deysizlar? Ha? Tursun, sen chiqandaq. Mehmon degan soyibxona royig'ida qildi. Sen nima deysan shu? Bo'ldi. O'tasaq o'tiraylik. Jiro. Bo'ldi. Qani. E'lon. Qani e'lon. Tatmanglar. Ko'p e'lonlar. Qani e'lon. Sizlarni deb bugun men qo'zdan birini alohida so'yib edim. Qani o'z uyinglardek tatmay o'tiringlar. Ta'mi yaxshi ekan. Ola tursin. Qani, ola. Ay, tatma, ola. Qani, samsi keldi. Samsida e'lon. Samsa. Tatma. Ola tursin. Samsi. Qani, ola. Tatma. Qani. Samsun ta'mi qandaroq bo'pti? O'xshabdimi? Qani e'lon. Tatmada mening panjitarim bo'lgan bo'lsa, toz yaxshi bo'lgan bo'ladi. Sizning panjitarlarni akilishga adam o'rlashtirib qo'ydim. Mana o'zi kelibdi mana. Yasin. Assalomu alaykum. Qanday mijoz? Assalomu alaykum. O'tiringlar. Amin. Alloh akbar. Yasin shige, bir payda chipamamsiz. Bunun lazım bulduğunu sen nereden bildin? Rahmakam ağaçta ekin dedi. Ko'nglimdikini topsilar. Qani to'sinchi akam, choylar. E'lon tatma. Anish ko'pchilik tatma e'lonlar. Benim tayakımı, al benim tayakımı, benim tayakımı. Çiçe bulsa koy kayıp yanım işte yakımı. Çiçe bulsa koy kayıp yanım işte yakımı. Taşım kara kunduz mu, gözüm çulpan yolsuz mu? Taşım kara kunduz mu, gözüm çulpan yolsuz mu? Sen beni sevganda gece baray mı gündüz mü? Sen beni sevganda gece baray mı gündüz mü? Ürgüm bağda pişkan ürgüm. Ürgüm bağda pişkan ürgüm. Seni bir gün görmesem ciddim ayla yürgüm. Qani, tavozib baqala. E'lonlar. Qani. Ta'mi qandaq tursin. Bizning to'nglatqilarimiz shaharnikidan qilishmaydigandir. Nima? To'nglatqi? Asli ish mundaq. Bog'ning ichiga bir quduq qo'yilgan. Shu quduqning ichiga tavul sap qo'ysak,
muzdek turdi ekan. Suymi ajoyib muzdek. Yolg'onliq Ko'ngshada uzoqdan buyon bir ijtimoiy munosabat to'rsaqlanib keldi. Bu ommaga nurg'un ziyon soldi. Partiyamizning inovatini to'kdi. Men nahiylik partkom xizmat guruhining astoydil tekshirib, jiddiy chora ko'rishini qattiq talab qilaman. Bu ko'z bilan ko'ngil bo'lmaydigan, qo'lga urinmaydigan ijtimoiy munosabat to'g'ri. Tutay desang tutanmaysan, biroq xuddi yo'shun yaqindagi har soat, har minutda ta'sir ko'rsatib turdi. Bundaq to'rni qandoq odamlar to'qiydigan? Bir og'iz so'z bilan aytganda, to'g'ri ustida to'g'ri bor, odam ustida odam bor. Ular giralishib, bir-biriga singishib, cho'ng bir ijtimoiy to'r bo'lib shakllangan. Kishilar sal-pal ehtiyotsizlik qilsa, bu to'rga tushib qoladi. Nəhayət uzun zamanlar ilgiriki Qarxallar dəvrində təndiş yox, atqan oxni digər yerə təkizələydiğən bir mərgən ötkən ikən. O kişilərini ziyan zəhmətindən xalas qıb, adalətini yaxılab, puxraların hürmetiga sazavər boldu. Bir kuni hasta yanğan bir bovay onu izləb kelib, tağ ormanlarının işkirisində intayın yavuz, yiligar bir məxluqның bağlığını, o həmişə puxralarga və çarvalarga ziyan saladığanlığını aytdı. Bovay mərgəndə o yer verib onu yoxutub berishni ötünübdü. Әтсі mərgən bu taqqa kepdi. Yani oxlab, önkürünü qarığa atdı. Həm təkəbbürlük bilən maqtinib, əgər aşı qəliti məxluq peşini çıxasıla, mən onu dərhal etib taşlayman dəbdi. Bir gün ötübdü. 2 gün ötübdü. Eliqi qəliti məxluq heç qandaq şəbi çıxamabdı. Mərgənnin közləri imir-cimir bob, qolları tilib, bara-bara sezgürlüğünü yoxutubdu. Axır bir gün eliqi qəliti məxluq səhrəb çıxıbla, heç qandaq tayarlıq bolmağan mərgənni dəstəb çeyrib etibdi. Yasin, bu qatımqı partiyanı tərtib silish ügünüş kursu qancha kun ekan? 15 gün mü? Bir ay mı? Kim bildi? Yasin aka. Aha, Tursun ukam. Keling, o'tiring. Yasin aka, ögünüşkə baramsan? Asli, men seni uzatib qo'yishim kerakdi. Lekin hozir sen meni uzatib qo'yapsan. Amal yo'q. Nailik partkom mening birinchi qarorliq partiyani tartibga silish, o'g'inish ko'rsa qatnashimni aytibdi. Qaytib kelamsan. Kelaman. Jazman qaytib kelaman.
Her yılı baharda gül çiçekki yazdı şiirin meyvegelik doludu. Meyvelerinin hoşbıraklığını dimakta berip kişilerinin özüge mehliya kılıdı. Lekin meyve pişipmeye bağlaganda asallık kuru düşürdü. Selle ehtiyatsızlık kılınsa ziyandaş kurutlar meyvenin içine kirip meyveni yep tügütüdü. Tabiatte ziyandaş kurutunu saklanış ters. Lekin biz daim ziyandaşlarının aldını ep tursakla, altın küz ahir bizgi mensup buludu.